Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, tanjonlaringiz sog'mi? Biz mana Farg'ona kanal qirg'og'ida ketyapmiz. Kanalda qarab ketyapmiz, yosh kelinchakni qidirib. O'sha ko'prik boshidan boshlab polni g'avvoslar o'sha tomonga qarab ketishyapti, suvga tushib bittamandan berib harakat qilishyapti. G'avvoslar suvda, ichki ishlar tashqarida. Qandoshurlar qirg'og'ida ponni qidirishyapti. Mana kecha video qo'yganman, kim ko'rgan bo'lsa. Yosh kelinchak deb saloha qo'yganmiz. 3 yil oldin ham mana shu kanalda, Farg'ona kanalida yosh kelinchak deb saloha qo'yganman, o'sha kelinchak topilgan. Ko'rib, ko'rmasdan turib, bilib, bilmasdan turib, videoni ko'rmasdan turib, salohani o'qib topildi deb yozilgan salohani ko'rib bu tomonga telefon qilib, bu tomondagilarni boshini ortmaylar. Ayrim odamlarga tegishli-da bu. Chunki hozir men isboti bilan qo'yib beraman. Topildi deb, yosh kelinchak topildi deb, o'sha paytda ham yosh kelinchak deb qo'yganman. Haqiqatan o'sha paytda yosh kelinchak cho'kib ketganida o'shani videosini qisqacha qo'yib beraman. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana ko'ryapsizlar, 3 yil oldin. Xo'p, mana qaranglar, hurmatli obunachilar, oxun o'tdi. Haqiqatda bu Anvar akamning o'zining ofitsial kanali. Mana har bitta ko'rayotganlarning mana godi bor. Qashinga hammani e'tibor bering. 3 yil oldin god nazar turibdi. Agar bir kun qo'yilgan bo'lsa, bir kun bo'ladi mana. Haqiqatda topildi deb qo'yilgan, lekin bu video 3 yil oldingi video mana. Mana haqiqatda bu video topilgan kelincha. Avvalambor, assalomu alaykum. Mana bu o'sha paytdagi toshkentlar jamiki boshiga qaytaraman hozir. Mana. Haqiqatan topilgan o'sha paytda topilgan. Mana endi salohani ham o'qinglar. Farg'ona kanalidagi yosh kelinchak topildi deb yozganman men. Topildi. Lekin aslida 3 yil oldin, 1 yil nazar. Eski videolarni ko'rib turib, topildi deb bu uydagilarga telefon qilib o'zi taqiminglar. Sizlar oldin o'sha qo'yilgan videoni ko'ringlar. Bitta 3 yil oldingi holatdagi videoni ko'rib turib, birdaniga ha yosh kelinchak topilibdi deb vahima qilmanglar. Topilgan yo'q, qidirilyapti. Topildimi deb saloh qo'yadigan bo'lsa, men ko'rsatishim kerak. Mana haqiqatan ham cho'kibdi, yo bo'lsa palonchi joyda topilibdi, bir dugonasining uyida ekan deb misol aytaman. Sizlarga ma'lumot beraman, chunki bu yerda hozir qancha odamlar videoni ko'ryapti. Ilohim topilsin deb duo qilishyapti. Hamma kuzatyapti. Hamma shu yosh kelinchakda topilish istagida kuzatyapti. Hamma ishini tashlab bo'lsa ham mana shu bizni videolar kutyapti. O'shuning uchun vahima qilmanglar. Baqa kelyapman. Dadasi nima dedi? Anvarjon noto'g'ri saloha qo'yibsiz. Deb shuna o'zim ham hayron qoldim. Keyin yaxshi Abdumalik operatorimiz bor. Abdumalik operatorimiz darrov ko'ylab o'sha videoni topib sizlarga ham ko'rsatib qo'yapman. Topilgan yo'q. Mana shanba kuni ertaman 6:05 da chiqib ketgan. Ertaman shu bomdod namozini o'qiganda farzandini shu uydalarga berganda tashqariga chiqqan, endi uydalari ham ko'cha chipirgan, chiqib ketgan deb o'tirishavergan. Chiqqanda katta yo'l bo'yiga chiqib kanal tomonga qarab yurgan. Mana shu Farg'ona kanal tomonga qarab Damasga o'tirib yurgan, o'sha Damasga o'tirganligi o'sha magazindagi video nablilarga tushib qolgan. O'shuning uchun otasi, qandoshurlar hammasi mana shu tomonga kelyapti. Chunki Farg'ona kanalida ag'iga pastdan qatnaydigan mashinalar kam. Endi o'sha kuni bozor bo'lgan bu yerda balkim boshqa joyga ketib qolgandir. U aniq emas, hech kim aniq javob ayta olmaydi. Imina suvga tushib ketgan deb. Yo bo'lsa palon joyda tirik yuribdi deb ayta olmaydi. Chunki aniq emas-da. 100% cho'kib ketganiga hech kim javob bera olmaydi. Lekin mana shu ichki ishlarimizga, g'avvoslarimizga, mana shu kanal boshliqlariga, hammalarga rahmat. Timmi har kuniga kelib bunaqaga sovuqda tushib, sovuq suvga tushib, laqa suvga tushib, barchalarni qo'lini tiqib qirg'oqlarga qo'lini tiqib oqtaryapti. 5 ta 6 ta odam shu arqonda 2-3 tasi tushib, navbat bilan tushib oqtarishyapti.
Endi kanal mana suv oqyapti, ko'ryapsan. Men beringda kamga beraman. Suv oqyapti, hozir men sizlarga qo'yib olaydi, sizlarga ko'rsatib o'taman. O'rtada oqim ko'p. O'rtada. O nari tomonda, cheka tomonlarda uncha oqim yo'qda. Tez oqadigan joydan sekin chekkaga chiqib qoladi, topiladi. Mana shu yosh kelinchak topildi deganimiz ham sal naryoqda bo'lgan. Biz mana o'tdik, bilasan? Mana shu darada bo'lgan bo'lishi mumkin, menimcha, eslasam. Mana shu darada. Chunki bu yerda naryoqlardan ko'ra kanal kengroq. O'rtada oqim zo'r bo'lgani bilan chekada oqim undaqa kuchli emas. Oqimdan sekin nima bo'lib turib, bari chekkaga chiqib qolgan bo'lishi mumkin. 3 yil oldingi yosh kelinchak mana shu darada topilgan. Shu sanlarada topilganmi? Mana shunaqa gap. Hozir keyin biz ham g'avg'osa oldiga qarab kanalni tomosha qilib ketyapmiz. Ilohim topilsin. Agar hayot bo'lib turib mana shu biz chiqar ekan videolarda ko'rib turgan bo'lsa, o'g'li, sizni oilangiz, mahallangiz, qandosh urug'ingiz hammalari kutyapti. Ayniqsa dadangiz tushkunlikka tushib qolgan, dadangizni, farzandingizni o'ylab qayting. Yo'qsa telefon qiling, dada men yaxshiman. Farg'ona kanaliga cho'kmaganman, tashlamaganman o'zimni deb bir belgi bering. Yo bo'lmasa o'sha o'g'loyda oldida turgan dugonasi ko'rib turgan bo'lsa, sizdan ham bir iltimos. O'g'loyni o'ylamang, ota-onasini, qandosh urug'larini ham o'ylang. Bir yashab qizini ham o'ylang. Suv ko'p oldi mana kechagidan ko'ra. Kuzatishda davom etinglar, biz ham sekin kanalni qilib qarab ketaveramiz endi. Bugun ham duo qilinglar. Har kuniga duodasizlar. Hammalarga rahmat, barchalarga Alloh rozi bo'lsin. Kuniga duo qilyapsizlar. Mana shu videolar keyinroq tarqatyapsiz, lekin kilas o'ta kam. Kilas bo'lsalar hozir pul olib qo'ymaydi, bizga pul ham to'lab qo'ymaydi. YouTube o'zi bir pul to'lab qo'yib qo'yilib qo'ygan joyi ham yo'q. Chunki Rossiya hozir YouTube ishlamayapti. Oldin Rossiya deylar ko'rgan uchun pul to'lardi, hozir Rossiya deylar через VPN orqali hamma ham ko'rgan yo'q. Rossiya ko'pchilik ishlagan bo'ladi, chunki VPNda ham qatib ko'ringani uchun ko'pchilik Telegramlarga o'tishib olgan. Ana shunaqa. Duoda bo'linglar, duoda ish katta. Xudo xolisa topiladi, yangilik bo'ladi. Yangilik bo'lsa, Xudo xolisa albatta sizlarga birinchi bo'lib sizlarga qo'yib beraman. Hammadan birinchi sizlar ko'rasizlar. Chunki sizlar ashaddiy obunachisizlar. Menga obuna bo'lib, har bitta videolarimni birinchilardan o'rib ko'ryapsizlar. Podpisatsiya bilan qo'ng'iroqni yozib qo'ysalaring, yangi qo'shilganlar. Sizlar ham ashaddiy obunachiga aylansizlar. Har bitta videolarni birinchilardan o'rib ko'rasizlar.